Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, qadrli chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rman chorva bozoridamiz. Do'rman chorva bozoridan taroziga kelgan mollarni narxlarini yoritib beramiz. Bugun hafta kuniga seshanba 11-mart 2025-yil akalar. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz syomkamizni boshladik bo'lmasa. Xo'sh, 395 kg mana chiqdi akalar. Tarozidamiz. Hozir tarozida tortish marosimi boshlandi. Hammasini narxlarini yoritamiz. Nech kilo? 380 kg. Hozir bilamiz uni. Xo'sh, bu shvedga qancha berdingiz? 400 kg. Nech kilo? Bu aka nech kilo? 372. 372 kg. Xo'sh, buni 400 kg berdingiz-a? Hozir bilamiz buni. Shvedga ko'raylikchi, Qirg'iziston boradani. 400 kg ko'rishyapti akalarimiz. Hozir bilamiz. Aka nech kilo chiqdi? 403 kg. Tarozi. Akamizni ko'zi taroziga haqiqatda 3-4 kiloga adashyapti xolos. Mana shu 403 kilogram chiqdi mana. Akalar, ma'lumot kanali. Ha, men o'shaman aka. Siz ham ko'raman. Yaxshi, rahmat. Aka nech pul bo'pti bu? 22,5 million so'mga 403 kilogram chiqdi mana Qirg'iziston borada shved buqani. Akalar, tarozidan semka qilib ko'rsatamiz sizlarga qo'ldan kelgancha. Xo'sh, mana shu qo'y ham 88 kilogram chiqdi. Nech pulga bitdi aka bu? 5 million 700. 5 million 720 ming so'mga olishdi. 88 kilogram tirik vazni chiqdi akalar mana. Ko'rishlari mumkin. 88 kilogram. Tarozida turamiz. Hozir tarozida hammasini yoritamiz. Mana tarozi. Xo'sh, akalar olinganlaridan bu nech pul bo'pti? Yo'q, Sigir olindi shekilli hech kim indamayapti lekin. bolasini Akalar, hozir sigir bozoridan ham semka qilamiz. Lekin yurishning imkoni bo'lmagani uchun ozgina sabrda bo'lib turamiz. Mana sigirlar qaranglar, zo'r sigirlar chiqdi. Hammasidan semka qilamiz, xudo xolasa. Ovozcha. Xo'sh, taroziga keldi. Ayting. 300? 370, 360 atrofida. 372 kilo. Aha. Xo'sh. Ko'ramiz buni. Nech kilo? 400 kilomi? Bunda nechga oldingiz aka? Aka nechga oldingiz buni? Taroziga bo'ldimi? 20 million 400 kilo. Ana. 400 kilogram. 400 kilo chiqdi. Xo'sh, qo'chqordi. Ko'ramiz akalar. Nech kilo? 75 kilo. Nech pul bo'ldi bu? 4 million 500. 4 million 500, 75 kilo tirik vazni. To'rt kilogram akalar. Xo'sh, yana kelib qolsa hozir yana ashtarozda shuni ko'rsatamiz. Mana shu nech kilo chiqadi? 4 kiloga. Xo'sh, qani. Ha, akam nech pul bo'ldi? 20 million 600. Mana shved boqa 20 million 600 ga olindi akalar. 400 kilo atrofida deyapti. O, semental. Tarozigami aka yo bozorga endimi? Bozorga endi kelishyapti. Semental bo'lgani qaranglar akalar. Qani. Ana. Boqqanga rahmat deb qo'ying. Ana. Nech kilo aka? Ya bilmayman. 900 qancha? Endi bozorga kelishyapti ekan akalar. Sementalda sotilgandan taroziga qo'yishsa kerak, ko'ramiz. Xo'sh, akalar, mana yana boshqasi, kerigi. Semental. Xo'sh, buqalarni qaranglar, endi bozorga kelishyapti. Bu tomonda endi qochib turing. Bu nech yil bo'ldi aka? 26 million so'm. Rahmat. Nech kilo aka? 455 kilo. 455 kilogram 26 million so'mga olindi akalar. Qani orqalardan bitta ko'rsaylikchi mana.
Aka nechi pul? O'sha yerlarga nechi pul bo'ldi? 25 deydimi? Xullas 25 million dedi yigitlar. Taroziga qo'y kelib qoldi. Qo'ydan bitta ko'raylik akalar, qani. Necha kilo chiqar ekan? Necha pulga olindi aka? Yo, fotoga Ha, kilosini ko'rishyapti ekan. necha kilo aka? Necha kilo? 78. 78 kilogram chiqdi. Sotilmayapti, ko'rib olishyapti ekan. 78 kilo? Mana Novos. Aka necha pul bo'pti Novos? 18 million so'm akalar mana. Endi aqqa ketishyapti Kishineroq tomonga.